O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev Samarqandda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Tomonlar O'zbekiston-Rossiya munosabatlarini mustahkamlash masalalarini muhokama qildilar. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Samarqanddagi Motamsaro ona yodgorligida rus tilidagi yozuv yo'qligiga e'tibor qaratdi. Uning Motamsaro ona haykali oldida aytgan so'zlari jamoatchilik muhokamasiga sabab bo'ldi. Yodgorlikdagi halok bo'lgan askarlarga bag'ishlangan so'zlar o'zbek va ingliz tillarida yozilgan. Lavrov nega bu yozuvlar o'zbek va ingliz tillarida yozilgani, lekin rus tilida yo'qligini so'radi. O'zbekiston deputati Tojiyev shunday dedi: Agar Moskvaning bosh maydonida o'zbek tilida yozuv paydo bo'lsa, biz bu haqda o'ylab ko'ramiz. Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori O'zbekiston Rossiya mustamlakasi emasligini ta'kidladi. Shuningdek, u Sergey Lavrovning O'zbekistonning Yevropa ittifoqi bilan hamkorligi haqidagi so'zlariga izoh berdi. Xususan, rektor kim bilan va qay darajada munosabatlar o'rnatishni davlatning o'zi hal qilishi kerakligini aytdi. Yana ko'plab o'zbekistonliklar Lavrovning bu so'zlariga salbiy munosabat bildirishdi. Rossiya Markaziy Osiyo davlatlarini o'z orbitasida ushlab turish va o'z maqsadlarida foydalanish uchun har tomonlama bosimni kuchaytirmoqda. Ayni paytda G'arb Markaziy Osiyoga faol qiziqish bildirmoqda va hamkorlikni yo'lga qo'yish choralarini ko'rmoqda. Markaziy Osiyodagi eng yirik xorijiy investorlar Xitoy, Rossiya va Yevropa ittifoqidir. Kommunistik mafkuraning qulashi va bir vaqtlar unga bo'ysungan sobiq Sovet mamlakatlari o'rtasidagi ta'sir yo'qolgach, SSSRdan meros bo'lib qolgan harbiy qudratda o'zining yaqqol ustunligini ko'rgan Rossiya yana imperiya tafakkuriga qaytdi. Prezident Putin Rossiya imperiyasining buyukligini tiklashga intilmoqda. Bu esa qo'shni hududlarni bosib olishning kengayishini va bu yerlarning davlatga qo'shilishini nazarda tutadi. Ukrainadan keyin Moskvaning navbatdagi nishoni Markaziy Osiyo davlatlaridan biri bo'lishi mumkin degan xavotirlar bor. Musulmonlar bugungi kunda barcha muammolarni hal qilish, mustamlakachi davlatlar, jumladan Rossiyaning fitna va ambitsiyalariga chek qo'yish uchun xalifalik davlatini tuzishga juda muhtoj. Faqat xalifalik shariat tomonidan o'rnatilgan boshqaruv tuzumi barpo etilishi bilangina islom ummatining buyukligiga erishish, uning dushmanlarini mag'lub etish, sha'nini himoya qilish va yerlarini ozod qilish mumkin.